Rahman və Rəhim bolğan Allahның ismi bilan başlayman. Ramazan məktublari 16-cı qism. İmanğa zid amillar. İmanğa şerik, dinğa kibir. İbadətə riya, adalətə zulm. Haqiqətə kazzablik, mərhəmətə rəhimsizlik, yavuzluq. Amanət və işəncə ihanət və xiyanət. İttifaqlıq və inaqlıqqa ixtilaf və təfriqçilik. İslahatqa fitnə fasad, rastçılıq səmimilikə yalğan, durustluqqa və dostlarga töhmət aralashqanda din, iman və islom qo'ldan ketadi. Barğan turğan dövletiga yalğançılıq qilib, haqsız pul alsa, saxta kasal bo'lib yoki yalğandan kollej va maktablarga kirib dollar, yevro alsa, din imondan ketadi. Ahdi vafası yo'qning imoni yo'qdir deydi hadisda. Hadisni og'zida qo'g'dab, amaliyatida inkor qilgan ey saxtipaz dinchilar. Höpüpni yo'ndamay yeb, Petirnanның qilini ilg'aydiganlar. İmam Hüseyinning kallasini kesib, boshning qinida tarat sunamdu deb so'raydiganlar, din imonni o'ynaydiganlar. Paypoqni qalpoq deb boshqa, qalpoqni paypoq deb oyoqqa kiydiganlar. Sunnatni qo'daymiz deb davron selib, tarassiz namozga tursa, umri ichida bomdod namozga qo'pmasa, din iymon qo'ldan ketadi. İşni zulmning ustiga qursa, ikki do'st, ikki oila orasida suxanchilik qilsa, do'stlar va oilalar orasini buzsa, din qo'ldan ketadi. Iymon ibodatini ko'z-ko'z qilib, o'zini cho'ng tutsa, o'z-o'zidan mag'rurlansa, din qo'ldan ketadi. O'z ko'nglida taqvoliqdan faxr qilsa, takabburlik qilib, o'zini alohida tutsa, din qo'ldan ketadi. Maydonsizlik, munofiqlik qilsa, din qo'ldan ketadi. Qizil ko'zlik, ko'ralmaslik keslik giribdor bo'lsa, din qo'ldan ketadi. O'z aqli idroki bilan emas, boshqalarning aqli idroki bilan mangsa, din qo'ldan ketadi. Aqli yo'qning iymoni yo'qdir deydi hadisda. Din iymon bilan aldamchilik qilsa, dinni suiiste'mol qilsa, iymon qo'ldan ketadi. Dinni o'yinchoq qilsa, dinni hukmlardan o'ynasa, din qo'ldan ketadi. Allah halal qilganni haram, haram qilganni halal qilsa, din iymon qo'ldan ketadi. Allahning kalomi bo'lmagan so'zlarni Allahning kalomi desa, din qo'ldan ketadi. An'am 21-oyat. Allohga yolg'onni chaplagan kishidan cho'ngroq zolim kishi bormi? Undaqda zolimlarning eng ashaddisi Allah demaganni Allah nomidan dedi degan, Allohning deganni Allah demadi degan odam ashaddiy zolimdir. So'pilar Allahның so'ziga so'z qatadi. Ateistlar Allahның so'zini kesib atadi. Bu ikkisining hech bir farqi yo'qdir. O'z olimlari va katta boshlarni qarg'ularcha arbob qilsa, din iymon qo'ldan ketadi. Ular pop va rohiblarni Allohni qo'yib arbob qilishdi. Halbuki ularga bir Alloh qili ibodat qilinglar deb buyruq qilingan edi. Tavba 31-oyat. Olimlarga xato yoki to'g'ri bo'lsin, qarg'ularcha agishish dal bu oyatga tushib qoladi. Bu oyat o'qilganida Adi bin Hatem ismli bir sahobiy, "Ya Rasululloh, biz olimlarimizga ibodat qilganimiz yo'q-ku" deb so'raganda payg'ambarimiz, "Sizlar olimlaringlar, pop rohiblaringlar halalni haram, haramni halal desa, qarg'ularcha agashdinglarmi?" dedi. Adi barhaq shundoq qildik dedi. Peygamberimiz onunğa sizlərinin aşu qılmışınlar Allah'ını qoyub onlarga ibadet qılğanlardır deb ta'lim berdi. Dua və salam ilə.